Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun navbatdagi practice, ya'ni amaliy darsimizni ko'ramiz. Bu amaliy darsimiz family, ya'ni oila mavzusida bo'ladi. Ko'pincha o'quvchilar aynan mana shu mavzuni juda ham oddiy, sodda va gapirishga juda ham oddiy mavzu deb biladi, lekin aynan mana shu family mavzusi ham ko'p imtihonlarda tushadi. Masalan, IELTS 0 kabi imtihonlarda speakingda kirganingizda tushib qolishi mumkin. Asosan part 1 yoki part 2 da tushib qolsa, siz qiynalib qolishingiz mumkin, oson mavzuda tayyorgarlik ko'rmaganingiz uchun. Shu sababli ham biz nafaqat IELTS yoki 0, balki odam o'zini kundalik hayotida ham mana shu oddiy mavzularni yaxshi o'zlashtirib gapira oladigan darajada bo'lishi uchun mana shu speak up darslarimizni amaliy qismiga family mavzusini qo'shganmiz va ham sodda tarzda qanaqa qilib o'zini oilasini tanishtirish va murakkabroq, qiyinroq tarzda ham kengroq ma'lumotlar bilan o'zini oilasi haqida gapirishni bugun ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Birinchi kirish qismi, ya'ni oilangiz haqida tanishtirish. Introducing your family. O'zi ko'pchilik birinchi o'chirda o'zini oilasi haqida gapirayotganda I have a big family yoki bo'lmasam there are 4 people in my family deb boshlaydi. Bu oddiy shaklda aytish. Masalan, there are 5 people in my family. Lekin bu juda ham kam ma'lumot va unchalik qiziqarli bo'lmaydi bu haqida gapirsangiz. Uni o'rniga ozgina ko'proq ma'lumot qo'shganingiz yaxshi. Masalan, boshlaganingizda xuddi shunaqa boshlayverasiz. There are 5 people in my family. I have 2 brothers and 3 sisters and my parents deyish mumkin. Misol uchun, I have 2 brothers, 2 sisters and my uncle, aunt and of course parents desa bo'ladi misol uchun. Endi aka-ukalar haqida yoki singillar haqida gapirib berish. Masalan, talking about your brothers and sisters. Buni boshlanishida masalan meni bitta akam bor yoki ikkita akam bor desangiz, I have a brother, I have 2 brothers yoki bo'lmasam I have 2 brothers and 1 sister deyish mumkin. Lekin shunaqa holat ham bo'ladi, siz oilada yolg'iz farzand bo'lishingiz ham mumkin. Bunaqa holatda I am an only child desangiz bo'ladi, ya'ni men oilada yolg'iz farzandman. Lekin albatta bunaqa I have 2 brothers bilan shunchaki tugatib qo'yish to'g'ri emas. Buni yana ham kengaytirib bersak bo'ladi. Masalan, I have 2 brothers and 1 sister, but I am the youngest in my family. Ya'ni meni ikkita akam, bitta singlim bor, lekin men oilada eng yoshiman desangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam I am the oldest desangiz bo'ladi, youngestni o'rniga. Agar sizni bitta singlingiz bo'lsa, I just have 1 sister who is 5 years older than me desangiz bo'ladi. Aytaylik, sizdan 5 yosh katta opangiz bo'lsa. Agar siz o'rta farzand bo'lsangiz, ya'ni ham eng kattasi yoki eng kichkinasi emas, o'rtacha bo'lsangiz, unda I am the middle child in my family. I have 1 brother and 1 sister. My sister is finishing the university this year desangiz bo'ladi. Misol uchun, agar universitet tugatayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam o'zini pozitsiyasidan kelib chiqib boshqacha gaplarni ham qo'shsangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan immediate family va extended family haqida gaplashamiz. Oilani ikki turi bor. Immediate family degani bu sizga yaqin bo'lgan oila, ya'ni siz o'zingizni vaqtingizni ko'proq o'tkazadigan oila. Unga kirishi mumkin sizni ota-onangiz, ya'ni parents, brothers, sisters, your wife, ya'ni sizni turmush o'rtog'ingiz, xotiningiz yoki husband, your son, farzandlaringiz ham kirishi mumkin. Lekin extended familyga kelsak, bu endi siz bilan birga turadigan oila emas. Masalan, sizdan uzoqroq aytaylik, xolangiz, amakingiz, ya'ni aunt, uncle, nephew, jiyanlaringiz, misol uchun niece, shu hammasi kirib ketadi. Ya'ni aynan sizni ota-onangiz farzandlari emas, ya'ni siz aka-ukalaringiz emas, aksincha amaki-vachchalaringiz yoki qarindoshlaringiz kiradi. Mana shu narsa extended family deyiladi. Va har birini ham alohida aytib chiqsa bo'ladi, ya'ni immediate familyga bersa bo'ladi, ham extended familyga ham alohida gapirsa bo'ladi va ikkalasini qo'shib jamlab ham katta qilib gapirsa bo'ladi. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. My immediate family is quite small because I am an only child. My mom is
one of 5 children, so I have a lot of cousins who are kind of like my brothers and sisters. Endi mabodo siz oila qurgan bo'lsangiz, o'zingizni farzandlaringizni ham qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni farzandlaringiz haqida ma'lumot berish mumkin. I have 3 kids, 2 boys and 1 girl. We have a newborn son. We have 1 daughter and my wife is expecting our second children. Ya'ni mani bitta qizim bor, ya'ni bizda bitta qizimiz bor va mani xotinim ikkinchi farzandimizni kutyapti. Misol uchun homilador bo'lsa, ikkinchi farzand hali tug'ilmagan bo'lsa, aytsa bo'ladi shunaqa. Endi sizni munosabatlaringiz haqida gaplashamiz. Oilangizdagi muhit, aynan oilangizda siz qanchalik oilangizga yaqinsiz, munosabatlaringiz qanaqaligi, ya'ni talking about your relationship. I am very close to my family. We have lunch together every weekend. Desak bo'ladi. Ya'ni men oilamga juda ham yaqinman. Har hafta ular bilan tushlik qilib turaman hafta oxirida, misol uchun. Bundan tashqari boshqacha ham aytsa bo'ladi. I see my older brothers once a week. We play tennis or basketball together. I don't see my brother so often because he lives in another country. Although we chat on text messages so often. Agar siz farzandlaringiz bilan vaqt o'tkazishingiz haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, unda I try to spend as much time as possible with my kids. We play cards, we go outside or we watch film desangiz bo'ladi, misol uchun. Ana endi bo'lsa, sizlar bilan to'liq qilib mana shu bugungi o'rgangan mavzuyimizda bitta qilib gapirishni o'rganamiz. There are 5 people in my immediate family, although my extended family is quite large. I have 2 sisters, both younger, so I am the oldest child. I don't have kids yet, but I'd like to have a big family one day. I see my parents and my sisters quite often, because we all live near each other. Although I don't see my other relatives that much. Do'stlar, o'ylaymanki family mavzusi sizga tushunarli bo'ldi. Bundan keyin mana shu videoni tagida aynan bugungi mavzuga oid bo'lgan konspektlarni, ya'ni bugungi mavzudagi yangi so'zlarni, gaplarni qoldiraman. Uni ham bemalol ko'rib chiqib, shunga qarab o'zingizni shakllantirsangiz bo'ladi javobingizni va pastda qoldirilgan savollarga o'zingizni sherigingiz bilan birgalikda praktis qilib mashq bajarsangiz bo'ladi. Mana bu narsa sizga uyga vazifa. Ya'ni pastdagi konspektlarni ko'rib chiqamiz va o'zimizni javobimizni shakllantiramiz oila bo'yicha. Va o'zingizni sherigingiz bilan birgalikda savol-javob o'tkazamiz, pastdagi savollarga javob berib, ya'ni savollarni ishlatib. Agar siz ingliz tilini chuqurroq, aynan faqatgina speaking qismini emas, boshqa qobiliyatlaringizni ham, grammatika, vocabulary, listening, reading va hokazo hammasini general English o'qish xohlasangiz, unda englishfocus.uz veb-saytimizda batafsil ma'lumot bor. Bemalol ro'yxatdan o'tsangiz, biz siz bilan aloqaga chiqamiz va ma'lumot beramiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha